Assalomu alaykum Dilshod Moton aziz podpischilar, aziz yurtdoshlar. Mana hozir Dilshod Moton do'konimizga yangi tovarlar keldi. Hozir hammasini bitta obzor qilib tushuntirib berib xizmatimiz yoqsa like va podpiska ayamaysizlar. Qani ketdik. Aziz yurtdoshlar, mana yangi labolarimiz mana pastda ham terib tashlayapmiz. Hozir bolalar yig'ib chiqaryapti. Xudo xolasa yangi labolarimiz keldi. 1 tonnalik akkumulyatori 6 ta 76 amperlik Miya motor 2000. Mana 6 ta katta 76 amperlik akkumulyator mana. Mana shu korobkasi 76 yozilgan. Korobkasini ajratib olib qo'yilgan. Xo'sh, Miya motor mana bu katta Miya motordan reduktor ham 6 ishlik baquvvatdan qo'yilgan. Xo'sh, 4 ta amortizator qo'yilgan. Bu yerga ham 4 ta bu yoqdan ham amortizator, bu yoqdan ham amortizator tushgan mana. Resor uzunidan qo'yilgan, prujina ham qo'yilgan. Orqa baloni 512, promoy palovoz 5 ta boltlik, oldi baloni 4,5-12 har doimgidek. Xo'sh, yuk ko'tarish hajmi 1 tonna yuk ko'taradi. Yurish masofasi bitta zaryadka bilan 70 tagacha yuradi. Xo'sh. Balandbordlik mana. Oldingidagi balandbordlik. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin. Hozir zavod qilib ko'rsatib beraman bitta. Mana ishlar oldingidan. Pechkalar ishlayapti. Mana bu salon svet. Ventilator ishlayapti, mana siz shotki. Xo'sh. Farasini yoqdim tepadagi. O'chiribman. Mana yoqdim. Xo'sh. Avarenka. Mana. Tepada ham projektor bor. Pastda ham bor, o'zida ham bor mana. 6 ta fara. Avarenka hamma narsasi bor, dvornik sitida ishlaydi. Kengligi mana borddan bir xil. Ko'rishingiz mumkin, borddan bir xil, ichi keng kattasidan baland bord. Zapaskasini oldinlar pastga qotiriladi, hozir ana bu yerga qotirsangizlar bo'ladi. Ana zapaskasiga joy qo'yilgan. Zapaska qotiriladi. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari ham muroylarimiz bor, pol kabina, oddiysi. Mana bunaqa chuqurlarimiz keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Arzon narxlarda telefon qilib bemalol qilasizlar. 300 kilolik bu chuqur deydi buni. Borti 1.2 ga 1 metr. Mana 1.2, mana bunisi 1. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin, labolarimiz 76 amperlik 6 ta akkumulyator, Miya motor 2000. Bitta masofani 70 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Borti 1.80 ga 1.30, 1 tonna yuk oladi. Dilshod motor do'konimizga kelaverasizlar. Narxlar bo'yicha nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib yana ma'lumot so'rashingiz mumkin. Xo'sh, kech bo'lganda bitta video olib YouTube'ga joylay dedim podpischilar uchun. Pastda ham turibdi mana. Yig'ib qo'yapti bolalar. Xudo xolasa labolarimiz yana serob kelaverasizlar. Bemalol sotib olasizlar. Xo'sh, buni akkumulyatori 45 likdan 5 ta turibdi mana. Ko'rsatib o'tay, mana 45 likdan 5 ta akkumulyator turibdi. Bitta zaryad bilan 60 ta 70 ta yuradi bu ham. Kaskasi bor komplet. Xo'sh, elektromobillarimiz ham bor, kelaverasizlar. Muroylarimiz serob. Yangilik qilishda to'xtamaymiz. Xullas yana yangi tovarlarimiz kelyapti. Dilshod motor do'konimizga kelasizlar. Xo'sh, boshqa hozircha bor yangiligimiz mana shu. Ma'lumot bo'yicha telefonlarni qoldirib o'tamiz. Telefon qilib ma'lumot olasizlar. Bundan o'zi sanoqli kelgan. Ulgurib qolinglar. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan jarohat sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, yurtimizga eson-omon kelib olsinlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.